Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri va Qurultay xalqaro aloqa bo'limining direktori Zumratay Erkin 2024-yillik Roosevelt erkinlik mukofotiga tanlangan bo'lib, bu dunyoning har qaysi ellarda yashayotgan Uyg'urlarni iftixorlantirgan edi. Zumratay Erkin tunugun Amerikaning 32-prezidenti Rooseveltning ona yurti va Roosevelt fondi jamiyatining markaziga joylashgan Gollandiyaning Middelburg shahrida dunyoning har qaysi ellaridan kelgan yuqori darajalik arboblarning qatnashishida o'tkazilgan dog'dug'liq mukofot tarqitish marosimida Roosevelt erkinlik mukofotini topshirib olgan. 11 aprel seshanba kuni İstanbul Safakoydagi bir o'rta maktabning qorosida Sharq Turkistonliklar hitlishish faoliyati o'tkazildi. Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining sohibxonligida o'tkazilgan faoliyatga har qaysi tashkilot va jamiyatlardan, shundoqla Istanbulda yashayotgan Uyg'urlardan bo'lib nurg'un kishi qatnashdi. Faoliyatda so'z qilgan tashkilot mas'ullari vatan ichki sirtidagi xalqimizning hitini tabriklash bilan birga tashkilotlar orasidagi o'zaro tushunish va hamkorlikni, shundoqla muhojiratdagi xalqimizning ittifoqligini ta'kidladi. Arzon baholiq kiyim-kechaklar bilan dunyo miqyosida tonilgan Xitoy Tortez moda parcha setish shirkati Sheinni mahsulotlarda Uyg'ur majburiy emgikini ishlatganligi uchun boykot qilish chaqirildi. Dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar Roosevelltni tabriklayotgan bir paytda Chikagoda turishliq kishilik huquq tashkiloti hammaylar uchun adolat musulmon ayollarni Uyg'ur musulmonlarining majburiy emgikiga chetishlik deb ayblagan Sheinni boykot qilishga chaqirdi. Uyg'urlarni qutqizish harakatining mas'uli Arslan Hidoyat Sheinning majbur emgak bilan ayblanishi Uyg'ur xalqi duch kelgan besimning kuchayotganligining bir ishorati dedi. Kanada Bosh ministri Justin Trudeau rasmiy tekshirishda Xitoyning Kanadaning yaqinqi 2 qitimliq saylamiga aralashishga uringanligini, ammo saylam natijasining ta'siriga uchirmaganligini, Beijingning har qanday bir partiyani yana birsiga qarshi qo'llashining mumkin emas ekanligini aytdi. Trudeau 2019 va 2021-yillardagi Kanada saylamiga chet elning aralashayotganligi to'g'risidagi ayblashlarni oshkora tekshirish elib berishdan ilgari chorshanba kuni qasam bergan bayon o'zi erishgan istixborot dokumentlari to'g'risidagi savollarga javob berib, saylamning erkin va odil ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoy Kompartiyasining rahbari Xi Jinping seshanba kuni Beijingda Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishgan. Xi Jinping bu yil ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligining 75 yilligi ekanligini eskartib, Xitoy bilan Rossiya cho'ng davlatlar va qo'shnilar aro inoq o'tish va o'zaro hamkorlashishning yangi davriga qadam qo'ydi. Bu ikki davlatga hamda ularning xalqiga foydali yana bir xalqaro adolat va barobarlikka aql va kuch elib keladi degan. Amerika va Yaponiya Xitoy bilan bo'lgan jiddiylikka qarshi mudofaa sohasidagi munosabatlarni kuchaytirishga qo'shilganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Jo Bayden Oqsaroyda Yaponiya bosh ministri Fumio Kishidaning sharafiga o'tkazilgan kashlik ziyofatda so'z qilib, davlat mudofaa sohasidagi hamkorlikda hozirgacha eng chong taraqqiyotning qo'lga keltirilganligini bayon qildi.